Yo, hammaga salom o'rtoqlar, sizlar bilan bugun Morgan. Bugun men sizlarga Android telefonida qanaqa qilib stream qilish kerak, shuni ko'rsatib boraman. Buning uchun bizga mana shu xullas sizlar overplay qo'ymoqchi bo'lsanglar, tepadagi plyuska bosasizlar, ivyodan IMG degan joyini bosib, o'zingizlarda tayyor overplay qo'yib olishingiz mumkin. Men qo'yib bo'lganman, hozir galerey ham ochilmasin. Keyin men bu yozuvni Morgutboy, ya'ni populyarlik tashkilotlardan qayerdan qo'yasiz desanglar, text degan joyi bor. Shu yerda o'zi har xillar chiqadi. Bunda pastga sursanglar chiqaveradi. Prosta hozir internetning yo'qligiga ko'rinmayapti. Chatni qanaqa qo'shamiz desanglar, voy qo'shimcha qoldi, o'tkazib yuboraylik. Mana chatni qanaqa qilib qo'yish mumkin desanglar, hozir men sizlarga boshqatdan qo'yib ko'rsataman. O'chirib tashladim shuning uchun. Overplay to'g'rilab olay. Mana birinchisida chat yonib qoldi. Imashdan xohlaganinglarni bosishingiz mumkin. Sizlarga maslahatim shu birinchisidan bosinglar, qolganlari yaramaydi. Keyin pastroqga tushsanglar, pastroqda boshqacha narsalar ham bor. Xullas bu yerdan save bosib, kattalashtirib o'zimizga kerakli joyga qo'yib olamiz. Iloji boricha overplaydan sal boshqaroq joyga qo'yingda. Mana shu primerni bo'ladi xullas. Hamma narsalar tayyor bo'lgandan keyin tepadagi narsani bosib chiqib ketamiz. Biz bu yerda hamma narsani tayyorlab bo'lgandan keyin ready ga bosib, Zaynab telefon aylanib ketdi. Mana shu ko'rsatilgan joyi, mana shu xullas shu joyni bosamiz va bu yerga streamga nom, stream obloshkasini qo'ysak bo'ladi va go live bossanglar bo'ldi, birovlar stream yonadi. O'rtoqlar, bugun sizlar bilan ozgina vaqt ichida Morgut bo'ldi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishingizni sizlardan chiqarmanglar. Bu men uchun shunchaki motivatsiya. Har kuni 20:00 da stream bo'ladi. Streamga kirishinglarni maslahat beraman. Har xil lokal lobbilar o'ynaymiz, obunachilar bilan erangillar o'ynaymiz. Xullas, hammaga omad. Har doim ishinglar rivojidan kelsin. Paka.